13 oktyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 13 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, AQSh dollari 17,53 so'mga qimmatlashib, 12.140,91 so'mni tashkil etdi. Yevro 41,54 so'mga arzonlab, 14.053,10 so'm bo'ldi. Funt sterling 91,87 so'mga arzonlab, 16.137,70 so'mga tushdi. Rossiya rubli 0,22 so'mga qimmatlashib, 149,41 so'm bo'ldi. Xitoy yuani 2,13 so'mga qimmatlashib, 1704,11 so'm bo'ldi. Yapon yenasi 0,01 so'mga arzonlab, 79,46 so'm bo'ldi. Qozoq tengesi 0,16 so'mga qimmatlashib, 22,56 so'm bo'ldi.